Vektorlarga doir yuqoridagi savol yechimini ko'rib chiqamiz. A vektor va B vektorlar orqali yasalgan uchburchak yuzini toping deyapti. Demak, S yuzi 1 taqsim 2 ko'paygan A vektor ko'paygan B vektorning moduli. Biz A vektor ko'paytirilgan B vektorini topib olamiz. Buni topishimiz uchun bizga ikkita vektor orasidagi burchak berilmagan. Shuning uchun determinant usuldan foydalanamiz, ya'ni IJK koordinatalari -7, 8, -1, 5, -3, -2. Bu ham teng. Xo'p, uchtalik determinant hisoblasak, buni ikkitalikka tushirib olamiz, ya'ni I ko'paytirilgan. Xo'p, 8 u -3, -1 u -2. J vektor. J vektor bo'yicha o'chirib yuborsak, -7 u -7 u 5 qoladi. -1 u -2. Plus K vektor ko'paytirilgan. -7 u 8, 5 u -3. Bu ham teng. I ko'paytirilgan, I vektor ko'paytirilgan. -16, -3. J vektor ko'paytirilgan. 14 -5. Plus K vektor ko'paytirilgan. 21 -40. Bu ham teng. Hop. -19 I vektor, -19 J vektor, -19 K vektor. Demak, modulda A vektor ko'paygan B vektor teng ildiz ostida -19 ning kvadrati plus -19 ning kvadrati plus -19 ning kvadrati. Bu ham teng 19 ildiz 3 ga. Demak, S yuzamiz 1 taqsim 2 ko'paygan 19 ildiz 3. Ya'ni 19 ildiz 3 taqsim 2. To'g'ri javob A varianti.